Salom o'rtoqlar, bugun sizlar bilan balish yoki go'shtli pirogni qanaqa muzlatishni ko'rsatib beraman. Ya'ni yarim tayyor mahsulot qilib muzlatib qo'yamiz. Birinchi sari yog' yoki margarinni un bilan uqalab olasizlar, shunaqa uvoq bo'lguncha. Keyin pishiriq kunidan solib, ya'ni kabartni aralashtiramiz. Ketidan qaymoq yoki smetana bilan qattiq aralashmasini sovursanglar bo'ladi. Yumshoq xamir qovuramiz. Tindirishga xolodilnikka olib qo'ydim. Bu yerda qiyma, piyoz, kartoshka, ziravorli tuz solib yaxshilab aralashtiramiz. Qizlar, xavotir olmanglar, piyoz ham, kartoshka ham maydalab sovuringlar. Muzlatganingizda yo kartoshkalar qorayib ham qolmaydi, yo piyozni suvi ham chiqib ketmaydi. Bemalol muzlatib qo'ysanglar bo'ladi. Somsalarni ham shunaqa muzlatib qo'ysanglar bo'ladi. Chuchvaralarni ham, piyozlarni suvi chiqib ketmaydi. Xamir tingandan keyin men to'rga bo'lib oldim. Bu yerda menda ko'proq qilingan, yana boshqa zuvalashlar ham qo'yganman, lekin bu masalliqdan ikkita balish chiqadi. Va qotirishga qo'yishdan oldin tuxum, shunaqa sedanini yoki kunjut sepib olsanglar bo'ladi. Nachinkasi o'zlarini yana xohishlariga ko'ra aytganimdek, men ustidan siram sovurganman, ko'rganinglardek. Mana shunaqa ko'rinishda qotirib oldim. Pergament qo'yib qotirsanglar ham bo'ladi yoki taxtakach ustida qotirsanglar ham bo'ladi. Mana qattiq bo'lgandan keyin 2 soat ichida o'zi qotadi. Strechlarga yaxshilab o'rab qo'yasizlar. Buni pishirilgani YouTube kanalimda bor. Ko'rsanglar bo'ladi. Sizlarga video foydali bo'ldi degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha hozircha xayr.